Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan King Gamer bolalar. Bugun sizlar bilan Car Parking o'yinida challenge qilamiz. Bu challenge nima bo'ladi? Nima haqida bo'ladi? Biz olib sotarib olamiz. To'g'ri eshitdingiz. Mashina arzonroqqa olamiz va uni tuning qilib, chiroyli qilib, qimmatroqqa sotamiz bolalar. Maqsadimiz 10 ta mashina sotish. Ko'ramiz 10 ta mashina sota olamizmi? Menda hozir shu mashina bor. Buni men 80 ga, ya'ni 80 ming pulga sotmoqchiman. Va mana meni pulim 429 ming, pastda 430 ming. Ko'ramiz videoning oxirida pulim qancha bo'lib qolar ekan. Biz foyda qilishimiz kerak-da, ziyon emas. Bo'lsam videoni boshladi. Va men bu mashinani 50 ga sotdim, lekin shu paytda video zapis yoqilmay qolibdi. Va mayli, hech qisi yo'q, biz yangi mashina olishga yo'l olamiz. Va shu paytda meni ko'zimga ko'k mashina ko'rinib qoldi va uni men egasiga shunday deb yozdim. Hurmatli player 696. Iltimos, mashinangizni menga 10 ga soting. Va shu paytda bu o'yinchi menga indamasdan 10 ga mashinasini berib yubordi. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, jigar, siz meni jigarimsiz. Va endi esa navbat bu mashinani tuning qilishga. Va men shu mashinani serverga sotish uchun kirganimda va negadir o'zidan o'zi bu sotganim ham videoga tushmay qolibdi. Shuncha qilganim-a. Va men mayli deb serverga mashina olgani kirdim. Va meni ko'zimga mana shu mashina tushib qoldi. Va men u mashinani egasiga shunday deb yozdim. Bolalar, bu mashinani sotganim meni ko'zim yetmadi. Shuning uchun sizlarga men konkursga bermoqchiman. Konkurs Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimning mana QR kodini qilishni bilmaydiganlar uchun kanal kommentariyasida yoki описаниесida mening Telegram kanalimni topishingiz mumkin. Shu Telegram kanaliga o'tib konkursga qatnashib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana bolalar, ko'rib turganingizdek, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. To'g'ri, biz 10 ta mashina sotib ola olmadik, lekin sizlarga va'da beraman,
shu videoni ostida atigi 100 dona layk yig'ilsa, men shu videoni ikkinchi qismini chiqaraman do'stlar. Albatta shu videoni ikkinchi qismini chiqaraman va albatta 10 ta mashina olib sotishga va'da beraman do'stlar. Kelishdik. Endi kelishdik. Konkursga qatnashib qo'yish esingizdan chiqmasin.